kuryer aybdor bo'lsa, onasiga inson 10 milliondan qancha shtraf yozsin-da, kuryer o'sha 10 millionni to'lasin, chunki bir tarsaki urib yubordi. Ko'ziga qaramasdan qizi chiroqqa chiqib kelgani uchun ko'zingga qarab hayda. ayni endi uni BYD yoki shapaloq urganmi, shapaloq uchun ma'naviy zarar 30 million to'lasin. Bo'ldi. Bular gapirsiz, tuman rahbarining gapini. Men o'zi o'rtog'im mashinasini olgandim, minib turgani. BYDdagi aka topilibdi. Press qahramon video qo'ydi. Videoda nimadirlar deganlar ham aka. Men o'zi o'rtog'im mashinasini olgandim, minib turgani. Men yashil chiroqqa o'tib qayrilib olgandim chorrahadan. O'tir qizil chiroqqa chiqib keldida, men o'ng tomonga burilayotgan chiroq yoqib belgisi yoqqandim. U shuni ko'rmagan holatga kelib, men mashinamning orqasiga kelib urildi. Endi men birovning mashinasini olgan holatda men unga javobgarlik bildiraman. Shunga asab ustiga jahl qilib, unga nima qilding? Men ko'zingga qaramasdan haydayapsan deb bir tarsaki urib oldi. Ko'ta tumanida Yandexda shu tirikchilik qilib yurgan. To'g'risi mana shu protsedurani tushunmayman. Qo'lga olingandan keyin videoga olinadi-da, u tushuntirib beradimi bo'lganini, qizishib ketgani, nima kerak bu, hech qanaqa nima qonuniy kuchga ega bor bu? Bu umuman ana bola tirikchilik qilib chiqqan kuryerni tushuninglar, bu boy va kambag'allik istoriyasi emas. Yo'q, kuryer borib urganmi, ekspertiza tasdiqlasin. Agar kuryer aybdor bo'lsa, onasiga inson 10 milliondan qancha shtraf yozsin-da, kuryer o'sha 10 millionni to'lasin, chunki fuqaro u bechara emas. Ayni endi uni BYD yoki shapaloq urganmi, shapaloq uchun ma'naviy zarar 30 million to'lasin. Bo'ldi. Bu yana o'zbek ertaklari botida boy va kambag'al, bechora, u tirikchilik, u haqida emas bu voqea. Bu bitta fuqaro bilan ikkinchi fuqaro haqidagi narsa bo'ldi. Aytmoqchi bo'lgan, agar kimdir qamalsa, u boy bo'lgan uchun qamalish kerak emas. Agar kimdir oqlansa, u kambag'al bo'lgan uchun oqlanish kerak emas. Hamma qilgan ishi uchun to'lash kerak bo'ldi. Kuni kecha 19-dan 20-ga o'tar kechasi fuqaroyimiz mana BYD avtomashinasida Vatan chorrahasida Uchtepa tumanida Yandexda shu tirikchilik qilib yurgan o'zini skuterida yo'l transport hodisasiga sababchi bo'lishiga guvohini bo'lishgan. Mana biz gaplashganimizda jahl ustida bir shapaloq urganligini tan oldilar. Ma'muriy javobgarlik kodeksining bir nechta moddalari bilan hozir qonuniy qaror qabul qilish uchun tuman sudiga yubordik. Bular gapirsiz, tuman rahbarining gapini. Men o'zi o'rtog'im mashinasini olgandim, minib turgani. Men yashil chiroqqa o'tib qayrilib olgandim chorrahadan. O'tir qizil chiroqqa chiqib keldida, men o'ng tomonga burilayotgan chiroq yoqib belgisi yoqqandim. U shuni ko'rmagan holatga kelib, men mashinamning orqasiga kelib urildi. Endi men birovning mashinasini olgan holatda men unga javobgarlik bildiraman. Shunga asab ustiga jahl qilib, unga nima qilding? Men ko'zingga qaramasdan haydayapsan deb bir tarsaki urib yubordi. Ko'ziga qaramasdan qizi chiroqqa chiqib kelgani uchun ko'zingga qarab hayda. E'tiborli bo'ldi. Mana shunga men urib yubordim. Uzr so'rayman skuterdagi boladan, aholidan ham uzr so'rayman.